Assalomu alaykum. 2002-yillar hurmatli bo'doli vazifasini bajarib turgan, vaqtincha bajarib turgan ukaxonlar, bo'doli bilan uylanishni o'rtasida sarson sargardon bo'lib, qachon uylanar ekanman deb yurgan ukaxonlar, hammalaringizga mana xudo xolasa bugungi kun qutlug' bo'lsin. Ukamizni bugun bo'doli safidan badara qilgani, oltariqqa kelganmiz. Shinam degan joyga kelib olib, mana hozir ukamizni mana qaysi biri kuyov bo'ladi hozir? Mana u kuyov bir-biriga o'xshaganda qani bilmay qolyapman-da mana o'zim. Bu yoq svидетель. Svидетельdan boshlaymiz. Uylanganmiz, uylanmaganmiz? Uylanmaganmiz. Siz ham meni klientimni, qoyili. Meni kasalim deydi-yu. Sizni ham davolaymiz. Jigarim, sizlarda qanaqa do'stlar endi? O'rtaq sinfdosh, ko'cha o'rta. Молодец, gap yo'q. Shuncha yil birga o'qib, mana endi hozir to'yda ham xizmat qilish bu juda katta baxt-da, aka bu. Hali izbirinni deydi, saylanganlar ichida tanlangansizda siz. Endi o'shanga yarasha bitta zo'r tilak bo'lsin do'stimizga. Do'stimiz baxtli bo'lsin. Endi yodda tilaymiz shu. Doim yaxshilik kunlarda xizmatda bo'laveraylik. Xudo xolasa. Birinchisi o'g'il bo'lsin. Ilohim, ilohim. Kalasga bo'yningizda olma. To'g'rimi aka? Xudo xolasa. Gapiralmaganiga yarasha kalasga ham bo'yniga qo'yib qo'ydim. Qalay qildim? Jigarim, kelin bilan qanaqa tanishdingiz? Kelin bilan uydagilar orqali tanishganmiz. Taqdirda jabr deydasizmi? Yura, jiz etdi, bitta ko'rdingiz. Sen menikisan dedingiz, bo'ldi, tamom. Ko'ryapsizlarmi? O'rganinglar, mana shunaqa bo'lish kerak. Shalpayib yuribsizlar hali ham mana 2024-yildan beri, 2026-yil ham keldi mana. Yaqinda 27 ham keladi, yurgan bo'lasiz hali. Ammo bolalar mana hozir arqon tars etib solib turib mana uylanib orishyapti. Kelib baxt mashinasida xizmat qilyapmiz mana. Hozir qaradik, operator o'tkazib yuboraylik. Sizlarga ham shunaqa yaxshi kunlar nasib qilsin, ilohim. Tezda harakat qilinglar. Iltimos. Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun mana biz xudo xolasa Quvasoyda eng ko'zi ko'ringan yigitini bo'ydali safidan badara qilgani kelganmizda. Ukajonim, hayajon qalay? Bora va to'g'risini ayting. Ha, uylanayotgan hammada bo'ladi. 10 yillar birga yurgan kelin kuyovdan hayajon bo'ladi baribir. Bu tabiiy holda eng mazali joyi ham shunda-da. Bu kungi his-tuyg'uni bor-u, ertaga keyin burumroq tarasi. Bu bir marta beriladigan baxt-da bu narsa ham. Endi kelin bilan qanaqa tanishgansizlar, sir bo'lmasa? Kelin bilan so'ch orqali tanishganmiz. Taqdirdan ekanda, keyin uydagilar topganda, to'g'rimi? Yura, jizza aytgan, shu bilan mana to'y bo'lib ketyapti. Siz bilan ham bir 4 oy oldin kelishuvdik-a, kamida. Ilohim yetkizganiga shukr. Ilohim mustahkam baxtiga bo'ling. Xudo xolasa raddomlaringizda ham kelib shunaqa qilib xizmat qilay aka. O'g'lima, qizimga farzand berganda Xudo xolasa birga bo'lib xizmat qilaylik. Mashinani komforti nima deyapti? Ko'nglingizdagi deymi aka? Kamchilik yo'qmi? Ilohim. Ilohim. Sizlarda ham Xudo xolasa shunaqa shirin kunlaringizda birga bo'lib xizmat qilishlik nasib qilsin. Baraka topkunlar, Pro Maxlar. Kuyov bolamiz nechinchi yil edingiz? 2003. 2003lar o'tiribsizlar mana. Yana bittasi ketdi safdan. Qizlarga ham xushyorlikni berib beraylik. Bolalar kamayib ketyapti. Hadi qisqam do'rmaylik. Bolalar ham kam yaxshi bolalar, tushundilarmi?